أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetlik savaştaşlar, biz ilgili saatlik dersimizde Kur'an-ı Kerim'ninki möcüzliki hakkında qanaqantoq söz degan toq. Endi bugungi saatlik dersimizde sözündüğün mazmun Medar el-i'caz. Kur'an'ni mucize dedik. Kur'an'ның möcüzliki qaysi taraflarda? Medarul i'caz degani möcüzlikninki tarafi. Möcüzlikninki asli medar dara yadurudun çıkarılgan, sasalgan söz, yani ismi zaman, ismi makan. Möcüzlük aylındıgan nokta degen gap. Kur'an'ni möcize deyimiz. Kur'an'ның nimisi möcize? Muşu demekçi. Endi Abtur'ninki başkalar oşmaydigan biraz galeti fikir var bu hakta. Ameliyatı Kur'an'ninki lafzi, manisi, ahkamları oturup koygan her bir fikrininki hemmisine deyimiz biz möcize deyimiz normalde. Abtur möcüzini biraz nege merkezleştirdi? Kur'an-ı Kerim'ninki lafzi noktalarga qanaqalıdı merkezleştirdi. Muşu Abtur'ninki başkalarga oxşmaydigan bir alohida fikri bolsa kerak. Tabii ki bu noktada biz Abtur'ga tam qıtılanmasak mesela. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ninki lafzilan möcüze bolmasdan belki Kur'an-ı Kerim epkegen her biri her birigacha onun manisi, ahkamları, oturup koygan fikirlerigacha hemmisini o möcüze oluş kerak. Ama Abtur bekrak bunda möcüze ve başkalarını meydanga cengi çaqagan möcüze dep ma tarafını asas qıp turup, zaten başkalarını noçan olsan keltirip bak. Kur'an'ның oqışını keltirip bak. Bir sürünü bolsa 10 sure olsun keltirip bak, bir sure olsun keltirip bak, hatta bir söz, bir ayet olsun keltirip bak degan noktalarni Kur'an-ı Kerim'ninki lafzi tarafiga, bayan, yani edebiyat, balagat taraflariga merkezleştirdi Abtur. Ma Abtur'ninki mesela hazır kadar biz kögen başka ulumul Kur'an kitaplarındaki ulama alınan fikirden biraz farklı olgan nimesi fikri. Körüp bakaylıqına sabaqtaşlı Abdur davadıdı. El-i'caz delilun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala sıdqı nubuvvetihi, yani möcüzlik degenimiz Resulullah'nınki peygamberinin rastçılığı bilgen delili. Ve ala enne hadal Kur'an, onun üstüge bu Kur'an-ı Kerim tenzilun min hakimin hamid. Hakim, hamid bolgan Allah tarafından qanaqlangan düşürülgen. Ama qara tom xatti yazıp koyulgan nokta Abtur'ninki asaslık oturup koymakçı olan fikrini ifadaleydi. Yani muşu nokta bizim dikkatimizni başka noktadan bekrak tartış gerek demekçi. Başkalarından farklı fikri demekçi. Hazır kegeye şu. Ve medarul i'cazillazi rafaqahu tahaddi mişe muhim. Yani tahaddi hemra boğan degeni. Yani Kur'an başkalarını oxşunu keltirip bak degen. Başkalarga onundan bir sürünü oxşunu keltirip bak degen. Bir sözgü olsun oxşaş näsini keltirip bak degen möcüzlikninki dairesi. Rafaqahu tahaddi degeni şu. Rafaqa hemra oldu degen gap. Tahaddi cengi çaqırış, meydanga çaqırış, meydan oquş degen gap. Yani Kur'an olanı cengi çaqagan. Muş cengi çaqırış hemra olgan degeni. Yani Kur'an-ı Kerim'nin başkalarını cengi çaqagan noktası nima o dese innema kana uslubul Kur'an ve nazmuhu ve bayanuhu. Fakat Kur'an-ı Kerim'ninki uslubu ve nezme kurulması ve bayan balagat noktası. Muşu nokta asaslığı. Tabi Abdur'un bir noktada dikkat kılınlar. Abdur'un göz karışı da tabi möcüzlik bağ baş tarafta mı? Lekin bütün insan cin yığılıp oxşunu keltirsen keltirip bak degan nokta muşu dep atıdı. Hatta Abdur'un en yat fikri bundan başka inkar kılıdı ki nem deydi? Velem yekun li şeyin harici zalik. Ondan sırt başka hiç qanday narsa üçün emas. Dep kelip
tahaddi oyatları nayet köp. Dep muşu nokta Abdurrahmanki başkalardan farqlıq oturup koygan fikri noktası. Laqad tahaddal ins wal cin. Kur'an-ı Kerim insan cinga meydan okudu. Yani meydana çaqadı. İnsan cinni şu Kur'an'ın oxşini keltirishga chaqadi. Tahadda degani qana keltirib baqa dedi. Fa'ajazu. İnsan cin buladın aciz geldi. Halbuki ma'a tavafur davai a'daihi, yani Kur'an-ı Kerim'ninki düşmanlarınınki şu Kur'an-ı Kerim'e qarşı turuş, Kur'an-ı Kerim'nin fasahati, Kur'an-ı Kerim'nin balagati qarşı turuş sebepleri tuluq durup. Belki sebepleri tuluq degani zadi Kur'an'ның düşmanları qanda qılsa qılıp Kur'an-ı Kerim'ni bitirab qıvıtish idisi var. Kur'an-ı Kerim'ni yok qilish idisi var. O kadar yaxshi ko'rdimdi. O kadar arzu qildi va hammasi ba turib Qur'on amsa deyishili. Nochon olsang Qur'oni Karimga o'xshash kitoblarni keltirib baq. Yo'q, tamam. Bir sura keltirib baq, bir oyat keltirib baq. Fa'ajazu. Hammasi nima keldi? Aciz keldi. Bu mazmunlar tuandagi oyatda bayon qilinadi qarindoshlar. Qul la inijtama'atul insu vel jinnu ma ig'ri gapchi ma bizni oyatda o'qib ketgan bilan Qur'onda dangi Muhammed aleyhisselam insan, cin hammasi to'plasa. Malak agar Qur'oni Karim inson apkagan inson o'zi davogan kitob bo'lib qolsa, ma gapni demak unchalar oson gap emas ma o. Insning, jinning hammin kelsin degan gapda bu. Ala ayatu bimisli hazal Qur'on. Bu Qur'onga o'xshash bir kitobni keltirishga bütün insicin toplangan takdirdimi la ya'tuna bimislihi. Kur'an Allah'ın kalamı olgaçqa Allah evvelen ahiren hemmini bilgeçke bu ayet çüglük. Ama insan özü davagan gap bolsa Kur'an kokmayın ma gapni diyemeydi insan. Çünkü öyle bir gap var ya bizde hocamның hocası var dediğen. Eğer insan degen gap bulap qalsa, Resulullah özü to'qigan gap bulap qalsa, bir Resulullah diye bir adam to'qigan Qur'onni ikinci bir adamning to'qishini tamamen mümkün. Kokmay insini, cini hammasi toplansa bunun o'xshini keltirolmaydi. Velav kana ba'duhum li ba'din zahira. Ularning ba'zi yordamchi bo'lgan taqdirda diyemmaydi inson. Mushun deganlikning o'zi bir Qur'oni Karimninki mo'jizligining ifodasi. Qur'on mana şekilde hammani maydonga chaqirdi, hammaga maydon o'qidi. Yeni bir ayette mi deydi? Şu mezmundaki ayet. Em yekulune tekavvelehu. Ula Muhammed bu Kur'an'ı özü devaldi diyişemdi. Ameliyette onun derdi bu emas. Onun derdi asli iman etmaydı ula. Eğer ula Rasul olup kalsa felyetu bi hadisin misli. Şuna okşaş bir söz keltirip baksın ya. Yani ki bir hadisini nekere keltirgenlik ve cümlenin umumu kurulmasından uluğu birilgen, uluğu okulgan acayip bir meydan ameliyatı çok. Yani andin kiyin thumme tehaddahum en ye'tu bi 10 suverin misli. Kur'an o o'xshash Qur'onda birini keltirib baqson deb yuqorqi oyatlar dedi ya. Qur'onni o'xshini keltirmagandan keyin Qur'on ularni yana shunga o'xshash 10 sur keltirishga chaqirdi. Mishel bir gapni deyman qarindoshlar. Qur'onga o'xshash bir kitobni keltirishga chaqirib, inson jin buningga ojiz keldi degan vaqtimizda ko'z oldimizga bizning oldimizdagi 114 surlik bir mushaf Qur'on kelmasin. Çünkü mushu oyatlar tushayotgan vaqtida, mushriklarga mushu xitoblarni qilayotgan vaqtida sizningcha qanchalik tushgan bo'g'iti o'qilgan. Makkadagi ahvol, da'vatning dastlabki davrlaridagi ahvol. O'ylab baqsak, şu da'vatning dastlabki vaqtlarida qancha tushgan bo'lsa, ya 2 para, ya 3 para, ya tamam 5 para. Mushunchalik tushunlik, 5 parani eshib ketmaglik. Qur'onning ko'p qismi Madina tushunlik bilasizlar. Makkadagi da'vatning dastlabki davridagi vaqtlarda Qur'on demak shu bir necha para balkim o'tib ketsa shunchalik ko'z tutildi. Demak ular bir necha para Qur'onni qana qilamini keltirolmadi. Ondan keyin Qur'oni Karimdagiga o'xshash bir 10 sura. 10 sura degan shu sura Nasdan tatib bu vel asrgacha masalan. Alam tara kayfagacha aytadi masalan
Fe'acezu. Yeni aciz geldi bula. Bu mezmun nerede bayan kılındı? Başka ayetler var. Em yekulûne efterahu kul fe'tu bi'aşr suverin misli muftariyatin ved'u men istata'tu min dunillahi in kuntum sadiqin fe illem yestecibu lekum fe'lemû ennemâ unzile bi'ilmillahi ve en la ilahe illa huve fehel entum muslimun. Ular deydi ki Muhammed Kur'an'ı özü yalgandın tokuğan şekilde ekeldi deyişidi sallallahu aleyhi ve sellem. Den ki anda sizlere şu Kur'an'a okşaş. Toku bir 10 sür keltirip bakın ya. Muhammed'in toku dese sizlere edem boğandı ki bir tokup bakmamışsınız ya. Allah'tan başka aşk kucağına yetken hemmini bir çağırıp hemmedin paydını bir ekep bakmasınız Kur'an'a okşaş bir kitaptan birine in kuntum sadiqin. Eğer sizler gep onu Rasul olup kalsanlar unda kılanmaydı. Ulan unda kılanmağını fe illem yestecibu lekum degene ulanın hedef avaz kuşanmağını kılanmağını bilinler ki ennema unzile bi'ilmillah. Fakat Kur'an Allah'ın ilmiyle düşürüldü. Allah'tan başka ilah yok. Emdi boyusuna mislemde degen mezmunda ayet ulanı 10 süre keltirişki çağırdı. Bu da kılanmadı. Aval Kur'an'a okşaş bir kitap keltersin dedi. Ben bayattın bunun köz tutuluvatqından qancha ekanligini dedim. Onun keyinden bir baldak peskə düşüp Kur'an'ın talibi 10 sure dedi. 10 sure. İnna a'tayna'nın özü bir sure, aşışlık sureden 10 ne? Kur'an biraz peskə düştü. Annekin 3. qatim Kur'an teximi peskə düştü. Peskə düşüp nem deydi? Thumma tenazalet tahaddi bi suratin min misli. Kur'an-ı Kerim'e okşaş bir sürülen ulanı meydana çağırış derecesiga düştü de bular bunundan maciz geldi. Bular özünün acizliğini bildi. Ular özünün özlerindeki bu cihetteki kemçilliklerini qana qılıdı bilişidi bular. Ve enne hâzâ mâ sebîle li ahadin leyhi ebeden. Bu işninki hiç kimge yolu yok ekanligini bular bilişidi. Ameliyatı bildi bular. Kur'an muşu noktanın deydi ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer sizler biz bendimizge Muhammed aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem düşegen kitaptan şekti bolsaňlar. Kur'an-ı Kerim'e okşap bir sürü keltirip bakın ya. Bir sürü. Sizlerinin yardım berdiğin kişilerinlerini Allah'tan başka. Sizler Rasul olup kalsanlar emmini çağıranlar. Fe illem tef'alu. Eğer siz bunda kılmasanlar tabi kılanmaysınlar. Fettakun narallati vequduhan nasu vel hicara. Yakulusu ot ve taş olgan dövzaktan korkunlar. Uiddetlil kafirin. Bu dövzak şunda kafirlara kana kılıngan, hazırlangan devatıdır. İmam İbn Kesir rahimahullah deydi. Mislu hâdet tahaddi bunda meydana çağırışlar innema yusdar en vâsiqin bi enne ma câe bihi. Yani şundak bir işenç kırdıgan kişiden sadır oludu ki ipkegen nesi insan onunla karıştırış mümkün emez. Ve onun okşunu keltiriş mümkün emez. Muşunu tam işenç kılınsa bunda tehaddiye sadır olmayı. Dedim ya ibayetin ben. Eğer Kur'an'ı Resulullah özü dıvagan bolsa, tabi onda emez de perzend hep duraydı. Resulullah işte özü divilip durup boyma Kur'an da ahmak kılatkan bolsa başkalarını manda gepni kokmay diyenmeydi. Çünkü bir kız gep bütün işini yok çıkarışı mümkün. Bütün işini bütünley baştan ahire hemmini yıkıp Resulullah'a egzot kalınan hemmini etrafından ketkizilishi mümkün. Çünkü birisi şunda köpüde Kur'an'da birini ekip kalsa, Kur'an'daki ayet kokşaş ayetten birini tüzüp kalsa, Resulullah'ın kendindeki bir adam mı kalmaydı vakti. Çünkü Kur'an dedi ya onu. وَلَوْ كَانَ مِنْ مُتَقَوِّلٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِ. Eğer devağan, Muhammed'e demiş o, perzen, Kur'an'ı devağan özü, Allah'ın sözü deyip yalgandın duağan Adem'den bulup kalsa Kur'an. Yani indi nefsiyle gep şu adamın üzünden bulup kalsa لَخَافَ اَيُّعَارَضْ eyyuarad başkalar tarafından karıştırılıp resva oluştun tabi korkudu. Ve özüge yaudu aleyhideki yazımı şu özüge o kişilerinin onunla egiştin ibaret məqsad qatqan işin tam eksinden qaytıp netice şekilde bunda kılıştan korkudu. Ve ma'lum li kulli zi lubbin her akıl egisiga ma'lum ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın halkımızdaki en akıllı kişi.
belki mutlak akıllıkı ve en mükemmel edip düşünsek buludu. فَمَا كَانَ لِيُقَدِّمْ yani لِيُقْدِمْ akdemedin. Hergizmo bunda işqa onunla karıştırışının mümkün ekenligi, mümkün emas ekenligini bilmey turup hergiz qadammaydı. Kur'an'ın şeksiz özünün sözü emas, Allah'ın sözü ekenligiga tam işenmey turup Kur'an'ın oxuşunu başqalarının mutlak keltiremeydiganligini tam bilmey turup mandaşqa qadammaydı. Çünkü ben bayat dedim ya, iş xatarlik. Noçoğan son keltir dep qo'ygan bilen pokkide keltirip qarab o'tasa, tugaydi işlarning hammasi. O 4-5 yılın yağı, 5-6 yılın yağı da haqni ergeştirişki çaqağını, üzgü bir münci demini hemmesi tugaydi. Resulullah şununla tam işini doğru ki, şununla işenisi var ki, hem şunu inip bildi ki, bu Kur'an üzünün sözü emez. Allah'ın sözü. Ve bu tehaddiyle üzü tarafından çıkmavatıdı. Allah tarafından çıkmavatıdı. Kur'an'ı çöğegen zat, etraftakilerin hemini yaratkan zat bunun egisi. Bununla işencisi tam boğaçka, 100% boğaçka Resulullah korkmazdan başkalarına qanday qavatıdı. Davatıdı bu gapni. Noçan olsam Kur'an'ın oxunu keltirip bak davatıdı. Ve hakeza vaka. İş aşta boldu. فَإِنَّهُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. فَإِنَّهُ dükke فَإِنَّهُ simrişen bilisle. Yani iş maçta oldu. Resulullah'ın zamanısıdın ve ila zamanina hâzâ bizden muşu zamanımız gıça lem yestati ahad eyyetiye binazirihi. Hiç kim Kur'an'ın oxuşunu keltirişki qadirın bulanmadı. Kur'an'dan bir sürünün oxuşunu keltirişki qadir bulanmadı. Ve hâzâ la sebile ileyhi ebeden. Bununla hiç kişiye nispeten nemi yok, yol yok davatılı. Mao yukarıdaki geple İbn Kesir rahimehullah'ınki gepleri tırnak yapılğanğa kadar. Ama şimdi mesela Abdur'un özünün gepiga gelsek, Abdur Kur'an-ı Kerim'nin mucizesi qaysi noktalarda degan noktada bir nimada bo'ldi, iddaoda bo'ldi. Kur'an-ı Kerim'nin mucizesi, Kur'an-ı Kerim'nin nazmisida, Kur'an-ı Kerim'nin lafzida, Kur'an-ı Kerim'nin uslub bayanida, başka yerde emas dedi ya. Bizning kallamızga bir sual keldi. Biz Kur'an-ı Kerim'nin mucizesi degan qatorda, Kur'an-ı Kerim'ninki ilgirki ummatlardan bergan xabarlarini mucizalarining qatoriga tiqimiz. Ama Abdur bu noktada kamidi ya. Muşunga nisbeten Abdur cevap verip dağıtıdı. Ama Kur'an-ı Kerim'ninki ilgirki ummatlardan bergan xabarlarga kelsek, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliğinin rasulluğunun delili. Fedelilu ala sıdkı nübüvvetir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Velakinnehu ama o tehaddi hemravğan mucizlik orunu emas. Yani hele ki biz davatkan mucizlikinin en yukarı pallısı o emas. Tamam. O mucize. O Resulullah'ın rasulluğunun delili. Lekin biz davatkan hele ki mucizlikinin orunu o emas. Mesela şu Kur'an-ı Kerim'ninki Nuh Aleyhisselam hakkında ad, Semud, Fir'avn'un başkaları hakkında bergan xabarlari var. Kezalike naqussu aleyke min enba'ik ma qad sabaq ve qad ataynaka min ladunna zikra. Zalika min enba'il qura naqussu aleyk minha qaimun ve hasid. Tilka min enba'il gayb nuhiha ileyk ma kunta ta'lamuha ente ve la qavmuka min qabl hada fasbir. İnnel akibete lil muttaqin. Oxşaş nurgun ayetler var. İlgirki peygamberler, ilgirki ümmetler, ilgirki ötken zamandaki kişiler hakkında sözleydiğim. Bunların hemmesi tamam Resulullah'ın peygamberliğinin rasulluğunun delili. Tamam mucize. Ama hele ki tehaddi kelgen mucizlik ornu emas. Muşu noktada bir tiriş bakayla savaqdaşlar. Zaten tehaddi kelgen mucizlik noktasının Abdur degandek noktaga merkezleşi to'g'ri mu xatam o'ylab baqaldir oxiriga chiqquncha. Allah subhanahu va taala Yahudlarning buhtonlari haqida shunday deydi: "Va fi kufrihim va qawlihim ala Maryam buhtanan aziman va qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah ve ma qataluhu ve ma salabuhu walakin shubbiha lahum." وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه
Ve kânallahu azizen hakîmen. Yukarıdaki ayetlerge qoşulap ketedi buma. Zaten hemmesi ilgirki ümmetler hakkında kelgen mazmun. Tamam, bularning hemmesi Resulullah'nınki rastçılığının, peygamberliğinin rastçılığının delili. Tamam, mucize. Ama tehaddi kelgen mucize emas. Tehaddi kelgen mucize, tehaddi hemra olgan mucize Kur'an-ı Kerim'ninki uslub, nezmi, bayani deydi apturu. Yani tügümede gibi. Ve kezalike ve şunundaki Kur'an-ı Kerim'ninki kelgüsü gayipler hakkında bergen haberge kelsek, bu mu Resulullah'ın peygamberliğinin rastçılığı delil olup durdu. Ve bu Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın kışın işelliği delil oldu. Delil, velakinnehu leyse, ama o tehaddi hemra olgan, tehaddi egişip gelgen mucizelik orunu emas. Mesela şu Kur'an-ı Kerim'deki Rumlarning Parislar üstünde galba qildiganligi haqida bergan xabarga o'xshash bu oldin berilgan xabardi. Amaliyat ashta bo'lgandir. Islom zamonasidagi voqealik buning hikoyasi bor. Alif lam mim g'ulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'a sinin. Va endi shunga o'xshash Qur'oni Karimninki sahobalar kelgusida bo'lgan holatlardan xabar berganga o'xshash. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Mana bu sure Mekke'de deslep düşken surelerin qatarıdır. Ama kin şu sure degandek ahvaların hammasi yuz beraglik. Ve ondan başka Kur'an-ı Kerim'nin kelgüsü Müslümanlarning g'alaba qildiganligi haqida bergan xabarlarga o'xshash am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u ve yuvalluna dubur. Ameliyatda ma mag'lubiyatninki ameliy tasdiqi shundan keyin oyat tushgandan keyin Badrda yuz berdi. Ondan boshqa Qur'oni Karimninki musulmonlarning Masjidil Haromga boshlaridan tushirgan holatda kirish bilan oldin xabar berganga o'xshash laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haroma inshaallohu aminin muhalliqina ru'usakum va muqassirin la takhafun. Yani sahobalar Masjidil Haromga 1 yildan keyin mush oyat tushib 1 yildan keyin umr qilib kirdi ve 2 yildan keyin fath qilib kirdi ve bular hammasi yuqorqi oyatlar kelgusini xabar bergan oyatlar. Ondan boshqa tugmadi ya. Qur'oni Karimninki ma'ruf bo'lgan vositalardan boshqa yangi qatnash vositalarininki paydo bo'lganligi haqida bergan imoliq muhiya degan imoliq xabarlari bor. Masalan, vel khayla vel bighala vel hamira litarkabuha. Masalan, onu yarattı, bunu yarattı deb kelib atni, qechi, masalan, qechirni, eshakni sizlar minishing uchun va ziynat uchun yaratib bo'lib ve yahluqu ma la ta'lamun. Sizlar bilmaydigan uloqlarni yaratdi dedi ya. Shu yangi qatnash qo'llarining paydo bo'lganligi haqidagi bir ishorat mazmunida. Bularmi oldin bergan xabarlar yuqoridagi oyatda yosh bundan boshqa oldin bergan xabarlar hammasi Qur'oni Karimning rostchiligini, Rasulullohning payg'ambarligining rostligini ifodalasimi, ammo tahaddi hamrohiga nuqta u emas. Haliqi nochon olsan keltirib baqa degan mo'jizlik nuqtasi u emas o deydi. Abdurning taqibi tugmida bu haqda uzluksiz kengayotdi. Va kezalika fa inna ma tadammanahu al-Qur'an. Meni shuningdek Qur'oni Karim o'z ichiga olgan, Qur'oni Karim o'z ichiga olgan sirlar haqidagi va nafsining ichki qatlamlari haqidagi xabarlar bor. Ulardan ya bir gap ya bir fiil oshkor bo'lmasdan kishilarning ichki dunyosi haqida bergan xabarlar bor. Bularning hammasi dalilun ala sidqi nubuwwati, Rasulullohning payg'ambarligining rostligiga dalil. Ve enne hadal Kur'an min indillah. Bu Kur'an'ın Allah'ın qishni ekanligiga dalil. Ammo o tahaddi onunga hamroh bo'lib kelgan, tahaddi ergishib kelgan mo'jizelik o'rni emas. Masalan shu Qur'oni Karimninki ularning ko'nglidan kechgan bir ko'ngil so'zidan xabar berganga o'xshash. Allah buni o'zining payg'ambariga xabarda qilgan deganki إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. İki taife birisler ve Uhud uruşları hakkında düşen ayet. İki taife Benu Haris'le Benu Seleme. Bu iki köylen Uhud küllüküde uruşga çıkmay tup qilish, taqavo degan o'ltirib qilish haqida bunday qalasqa xiyol kechgan. Hammata degani qalasqa shunday xiyol kechgan. Bu bir misal. Yana bir misal Qur'oni Karimninki Yahudilar ko'nglida degan gapni
xabar qilganligi va yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Alloh bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masqir deb Yahudlar o'zaro ko'nglida deyishgan gapni Qur'oni Karim oshkorlab turgan ahvollar va bu ahvollarni Qur'oni Karim oshkorlab turdi. Bu Qur'oni Karimning mo'jizligi, bu Qur'oni Karimning rostligining, payg'ambar alayhisolamning rostligining dalili. Ammo haliqi biz degan mo'jizlikning eng yuqori pallasi u emas deyotdi. Abdurningki iddaosi. Aşu yıldız belgesi qo'yilgan nuqtalarning hammasi Abdurning iddaolariga tava. Ve kezalike fe inne ihtaval Kur'an ala şeriatin kamilatin salihatin likulli zaman ve mekan. Biz mana mo'jiz deb tunishtirganlik hozirga qadar. Yine shuningdek Qur'oni Karimninki har zaman har makonga yaraydigan mukammal bir shariatni o'z ichiga olganligining o'zimi payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligining rostligining dalili. Ve bu Kur'an'ın Allah'ın kaşının düşkenliğine delil. Ama o yana tahaddi ergişip kelgen o mucizliknin orunun noktasının katarıdın de orunun katarıdın emez. Yani şunundek ve kezalike şunundek fe inne iştimalel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'nin ki kainat hakikatlerine nispeten doğru görüş karşılarını özüge erişi. Dünyadaki ve insan hakkındaki ilimpen açkan bazı ilmi işlağa doğru şekilde işaretlerini ve özüge erişi. İnne zalike bulanın hemmesi Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberlikinin rastçıllığı dalalat kılıdı. Ma Kur'an-ı Kerim'nin ki Allah'ın kaşıdın düşkenliği dalalat kılıdı. Ama umu tahaddi hamravğan demenin mucizlik orulda emez. Demek Abdurrahman'ın bunu xulaslavadı savaqdaşlar. Mühim nokta. Tahaddi ergişip kelgen, tahaddi hamravğan mucizlik degan nima desa tam Qur'oni Karimning uslubi va nazmida. Bu şey kelgan vaqtda biraz zorlanamiz qarindoshlar. Mush nuqtani tushunmak biraz qiyin keladi, ammo o'ylab baqsaq Abdurrahman gibi to'g'ri. Qanday desanglar, Qur'oni Karimning o qadar mazmunlarni xuddi mol prislagandek prislab bir şekilde ifadeleşi. Bu şekillerinki ifadelemek olan noktalarda sün'i olmaslığı uslup şekillerinki. Kur'an'ın bir yeri karsanlar xuddi tarih sözlevatqandek. Ama yani qaytadan qarasanlar eşyadan başqa mazmun chiqayotgan. Yana bir yoqqa qarasanlar qissa sözlevatqandek, qaytadan qarasanlar ahkam chiqayotgan. Ve şu noktalarning hammasidan muvofiq shaklda aqida chiqayotgan. Yani Qur'oni Karimning şu mazmunlarni ifodalashga qo'llangan uslubi olti qirliq. Olti qirliq deganida qarasanlar, kristal aynaklar va olti tarafidan qarasanlar olti xil ko'rinadigan. Qur'oni Karimga qaysi nuqtadan kelsanlar, shu nuqtani ifodalaydigan. Haliqa onu tanqilishga asla mumkin emas, ammo mush masalani men sizlarga tushuntirish uchun hozir tirishyapman. Bir misollar bilan vallahil masalul a'la. Ba'zi bir she'rlarni ko'rsizlar. 4 misralık şiir. Her misrada 4 kelime var. Bu şiirde 4 misranı yazdı. Süleyman Kanuni'ninki bir şiirisi var. Şu Osmanlıca yazılgan. 4 misra, her misrada 4 kelime var. Hesapta 4 misranın her misrası 4 kelime olsa 16 kelime var. Bu şiirde şunday koyup misra boyunca okusanlar mazmun, şu mazmun çıkıyordu. Üstüden astığı okusanlar şu mazmun çıkıyordu. Muşda bir şiir yazdığan bir uslub var şairler şiirde. Ma uslub cık şair yazamaydıgan şiir uslubu. Ben bunu deyişimde bunu qandaqdır Qur'oni Karimga o'xshatmoqchi yoki Qur'oni Karimninki uslubini u nuqtada tushundirmoqchi emas. Vallahil masalul a'la. Ammo u bir boshqalar shu shaklda tuzish taso'g'an bir uslubga o'xshash Qur'oni Karimninki bayon qilish uslubi va olti qirliq deb tushuntirib baqdim sizlarga. Masalan, o'rtoq qush uslubi hamda diglamaydigan bir uslub hamda. Shu mo'jiza bu. Yilg'o sizlar va menken edebiyattan hücremiz yok. Bir kichkina hücremiz mi edebiyat sığdırılmagan bir silibіздek bir insan ekanmiz. Öz vaqtidagi fasohat balog'atning dadilari bizda. Fasohat balog'at deganni yeb qiltimiz deydiganlar. Fasohat balog'at deganni chuutimiz deydigan öz vaqtdagi arablarmi Qur'oni Karimning uslubining oldida bir xil mush nuqtada ojiz kelinlik. Bir qarasa oddiydek. Hammadan tushunadigan mana nuqtaga diqqat qiling Qur'onning uslubini. Valaqat yassarna liz-zikr fahal min muddakir. Qur'on Karimning uzun ifodasi. Qur'oni Karim qarasanglar,
oddiy odam tushunolmaydi. Yana bir nuqtadan qarasangiz, ajoyib mazmunlarni o'z ichiga olayotgan. Kallanglar, zehninglar sirat nuqtasiga azroq kirishgan bo'lsa, shu nuqtadan qarasangiz, sirat chiqayotgan. Agar kallanglarga ahkam kirib olgan bo'lsa, bu nuqtadan qarasangiz, ahkam chiqayotgan. Yeni bir nuqtadan qarasangiz, nurg'un ibrat darslar chiqib. Ishqib Qur'onning qo'llangan uslubi ne? Zaten manda uslub qo'llandi. Mush uslub bo'yicha qilsak bo'ladi deydigan uslub yo'q Qur'onda. Ya'ni bir ajoyib bir uslub yani. Halaqa jillam debdiki ya, ajoyib Qur'ondan oldik deb. Shuna deyishdan boshqa gapimiz yo'q yani. Masalan, birisi kitob yozdi. Biz buni izlanib tadqiq qilib, buning yozish uslubini tadqiq qilib chiqamiz endi. Tadqiq qilib chiqib, buning yozish uslubi manda uslubgan deb uslubini o'tirib qo'yamiz. Boshqalar o uslubni o'rganadi, shuna o'xshash kitob yoza oladi. Birileri şiir yazıdı. Bunun uslubu qaltis uslubken. Buni tadqiq qilamiz, o'rtaga chiqadi. Boshqalar mushu uslubni o'rgangandan keyin shu bo'yicha şiir yoza oladi. Ammo Qur'onning uslubi, nazmisi degan shu Qur'oni Karimning kelgan iborat qurilmasi. Doğrulunmaydigan bir uslub. Dal boshqalarni kela qilib baqa, doğrup baqa degan nuqta shu deb turibdi. Ko'z qarash ifodalanmoqchi bo'lgan nuqta shu. Balkim men bu nurg'un misollarni ekilish va nurg'un gapirish orqali Abdurning maqsadligi ya tushuntirdim ya tushuntirmadim. Mishinchilik deyaldim, chunki bu Qur'on ekan. Undan ortiq digilolmaydi ekan Qur'on haqida, Qur'onning uslubi haqida. Va in kana demak Qur'oni Karimdagi mo'jiza deb biz burun mo'jiza deb qarayotgan nuqtalar yoki Qur'oni Karimdagi alohid nuqtalarni mo'jiza deb qaraymiz, lekin heliqi no'chan olsang akapaqa keltirib baqa degan tahaddiy nuqtasi bo'lgan mo'jiza emas deb o'tdi. Shu turda deyotdi va in kanat. Yana başını kilayli. İzen demek tahaddi hamro bo'lgan mo'jizlik faqat Qur'onning uslubi va nazmisida. Ondan sırt narsada emas o mo'jizlik yuqorida biz ishorat qilgandan. Gerçi yuqorida ishorat qilgan mazmunlarning hammasi va in kanat kullaha hammasi inson uning o'qishini keltirishni ojiz qilayotgan nuqtalar. Uni Payg'ambar alayhisolamning rasulligining dalili, lekin bizning davatgan nuqtamiz bahsana, bizning bahs qilayotganimiz tahaddi amrogan. Tahaddi degani keltirib baqa degan mo'jizlik haqida. Mushu fikrni ustoz, buyuk ustoz Sayyid Qutb rahimahulloh manda aydınlaştırdı. Cala degani manda aydınlaştırıp davatıdı. Aslidagi tırnaqning ichidagi Sayyid Qutbning fikri qarindoshlar. Qur'oni Karim arablarni bu qadar qanday qilib egalladi. Istahvada degan gap, ustidan g'olib kelib egalladi degan gap. Qur'oni Karimningki ta'sir qilish kuchiga, sehr degani, Qur'oni Karimning ta'sir qilish kuchiga mu'min, kafir, o'rtaq qanday qilib bu darajada iqror qilishga o'rtoqlashdi. Ba'zi tadqiqotchilar Qur'oni Karimga umumiy nuqtadan qarab javob beradi. Ba'dul bahisin yanzuru ila al-Qur'an jumlatan thumma yujib. Ba'zi tadqiqotchilar Qur'oni Karimga umumiy nuqtadan qaragandan keyin bunday javob beradi. Ba'zi Qur'oni Karimningki fannin san'at qurilmasidan boshqa sabablarni qanday qiladi tilga oladi. Ya'ni bu sabablarni Qur'oni Karimning temalaridan oladi. Qur'oni Karim mukammallab her zaman her makanga yaraydigan inchki tashri ahkam qonunlab bo'lgandan keyin g'ayb haqida bergan xabarlari necha yildan keyin ro'yobga chiqqandan keyin masalan koinotning yaratilishi, insonning yaratilishi haqidagi dunyoviy bilimlardan iborat temalaridan olgan har xil narsalarni tilga oladi. Sayyid Qutb demak degan maqsadni tushuninglar. Qur'oni Karimning her zaman her makanga yaraydigan bir qonunlashi 23 yildan keyingi ahvol. G'ayb to'g'ri xabar berishima necha 10 yildan keyin an amillashadigan ahvol. İnsanning va koinotning yaratilishi haqidagi ilmiy ma'lumotlar degani shu ilm fan taraqqiy qilib bayqalgandan keyingi ahvol. Ammo Rasululloh Makkadagi davrda, dastlabki davrda Qur'on no'chang'ozan akappaqa degan nuqta yuqoridagi nuqtalar emas. Chunki yuqoridagi nuqtalarning hammasi ma'lum mazgildan keyingi ahvol. O Qur'oni Karimning her zaman her makanga yaraydigan qonunlashma 23 yildan keyin Qur'on to'planib bo'lgandan keyin digiladigan gap. Necha 10 yildan keyin amillashadigan g'ayiblardan xabar berishima, necha 10 yil, necha 20 yildan keyin andan digiladigan nuqta.
ilmiy ma'lumotlar ilm fan taraqqiy qilgandan keyin digrildigan gap. Ammo da'vatning dastlabki kunlarida İslamның dastlabki kunlarida Qur'on nochang olsang o'qishini keltirib baqa deb bo'lgan. Demak, bu oqlar emas demakchi. Lekin bu taraflardagi bahs va lekin al-bahs ala hada an-nahu. Faqat Qur'oni Karimga mukammal bir shaklda andagi meziyatni isbotlaydi. Ya'ni Qur'on to'liqlanib bo'lgandan keyin. Necha 10 yildan keyin hisobda, 20-30 yildan keyin hisobda. Ammo, menga muhim nuqta bor, famal qawl. Hech qanday tashri' bo'lmagan, la tashri'a fihi. G'aybmi bo'lmagan, ilm-fanmi bo'lmagan, shunami? Qur'oni Karimdagi tarqoq alohidliklarning hammasini shu holning tabiati bilan bir yerga to'planmagan ozgina surlardagi gap nima degani Umar radhiyallohu anhu ta'sir qilgan yerimbat Qur'on. Buningda tashri' yo'q. G'aybning gaplari yo'q. Ilm-fan munosabatlik mazmunlar yo'q. Bu yerga mavjudlik nima deyotdi? Sayda Qutub. Mushu azg'ini surlar. Inna hadihi suwarul qala'il. Mana azg'ini surlar demak darsimizning 5-dilam. Tunugungi darsda, oldingi soatlik darsda biroz gapni deb bergan. Sizlarga esingizda bo'lsa, Qur'oni Karim dushmanlarni Qur'onni o'qishni keltirib baq degan vaqtda Qur'ondan qancha tushsa, ya 2 para, ya 3 para, ya bir para tushib qo'ylar. Islomning dastlabki davrlari Qur'onda to'liq emas. Endi mushu as-surlar, inna hadihi suwar al-qala'il, mushu as-surlar Arablar mush asrlarga tunji minutdan tortiblam ta'sirga uchragan. Qad sahira al-arab biha, uning ta'siriga uchragan. U vaqtda muhkam tashri' yo'qdi. Fi vaqtin lam yakun at-tashri' al-muhkam masalan. Muhkam tashri' yo'q yoki muhkam tashri' yo'q. Va yoki ularning his qilishini talab qilgudek buyuk bunda g'arazlimi yo'q. Ulardan hayron qilish loyiq bo'lgandek buyuk g'arazlimi yo'q. U Qur'oni Karim butunlanmaklik. U fan texniklik ma'lumotlar tag'i o'choqda fan texnik taraqqiy qilmoqlik. Uning g'ayb ishlari demakchi bo'lsa, u tag'i amaliy o'rtaga chiqqan yeri yo'q tag'i. Kelgusidan bergan xabarlardan keyin o'rtaga chiqqan. Chunki kelgusidagi g'ayb haqida bergan xabarlar necha 10 yildan keyin o'rtaga chiqdi hali shu. Unda o'gandan keyin la budda idan undaqda cho'qim shu ozg'ina surlar anglag'uchilarni sehr qiladigan, mu'min kofirlarni egallab ketadigan bir turni o'ziga olgan bo'lish kerak. Va idza hasiba al-athar al-Qur'an fi islam al-muslimin amdi Qur'onningki musulmonlarning musulmon bo'lishidagi ta'sirini hisoblasak, mushu birinchi surlar, dastlabki surlar shuningdan to'liq nasibisi bilan utuq qozongan bo'ladi. Mayli şu vaqtdagi musulmonlarning soni qanchalik azob kelsin. Ajna deyishimiz annahum chunki ular deydi. Şu ishlar mush Qur'onning o'zidan ta'siriga uchragan. Şu musulmonlar. Masalan, bunun misoli Umar radhiyallohu anhu. Yajibu idan undaqda biz Qur'oni Karimdagi muhkam tashri'dan ilgari g'aybga munosabatlik oldin Allah xabar berishlardan ilgari ilm-fanga munosabatlik ma'lumotlardan ilgirki Qur'oni Karimdagi sehrining manbasini izlashimiz kerak. Umar radhiyallohu anhu musulmon qilgan nima? Buni izlashimiz kerak. Chunki faqalilul Qur'on allazi kana fi ayyam da'vat al-ula. Birinchi kun da'vat kunlaridagi, dastlabki da'vat kunlaridagi Qur'oni Karimning az bir qismi bo'lsa, ozgina Qur'on bo'lsa, biz keyingi kelgan ma'ishlardan xoli. Ya'ni qaysishdan muhkam tashri' vaqti yo'q. Oldin ola xabar berilgan g'aybiy xabarlar vaqti yo'q. Ilm-fanga munosabatlik mazmunlar vaqti yo'q. Umar radhiyallohu anhuning o'qigan yerimbat Qur'onda unda mazmun yo'q. Ammo va kana ma'a zalik ashtaq turib, u yo'q turib Qur'on arabli his qilgan, tetigan mushu asli, mushu manbani o'ziga kerak. Halaqa manba, halaqa sayr. Ular deganki shu vaqtda in hada illa sahru yusar. Ma arabning og'zidan chiqqan shu vaqtdagi gap. Ular anglagan shu yembat, birbat Qur'ondan olgan gap. Ana mushu nuqta nima? Mushu nuqta nima? Dal abtur ta'kidlayotgan tahaddi hamro bo'lgan mo'jizilik nuqtasi mushu shu. U o'simi Qur'onning uslubi, Qur'onning nazmisi, Qur'on o'ziga olgan balog'at. Bu nuqtalar birbatda ifodalanadi. Yerimbatda ifodalanadi.
İşki varak Kur'an'da mı ifadelandı da işki Kur'an'da mı ifadelandı bu nokta. Del ma kitabının abdurunun ki bizki ifadelemek çoğan noktası mı şu. Ve kâle aydan yani deydu. Mughirətün Şuabının ki Velid Mughirənin ki yüz örüş vakaliki sur müdessirdikilik. Müdessir. Sur müdessir ne mana bilirsiniz ki? Bu süre çüş tertip cihati galiben 3. süre. Yani 3. süre degan o'ylab bakmak kaçan vaqt emdi. Bu surunun aldıda qaysi var desanglar sure Alaq var, sure Muzammil var. Ya ki anladımsak ne derecesini to'g'izmagan taqdirimizda mı Qur'oni Karimdagi shu dastlabki umuman dastlabki surlarning qatoridan endi mush surga qarab boqaylik. Yıl vaqtisini hisoblab baqsanglar shu Rasulullohning da'vatining 1-yil isqimi to'g'ri kelishi mumkin. Dastlabki vaqtlar. Bunun aldıda şu ba deyilse sure Alaq var. Sure Alaqning 5 oyat. Onun keyingisi xilvat keyin tushgan. Sure Muzammil var. Undan boshqa Qur'on yo'q. Biz endi mush suradagi Mekki oyatlarni o'qiganimizda hech muhkam tashri'ni ushlatmaymiz. Kavni ilm fan bilimlarini ushlatmaymiz yoki g'ayb munosabatidagi xabarni ushlatmaymiz. Endi Mughirət ibn Şu'ba o kadar o'ylangandan keyin, o kadar masalalarni taqdir qilgandan keyin, taqdir degan gap baholab masalan, har birisiga inchiklik bilan qaragandan keyin so'zlagan hiliqi sehri nada? Hiliqi in hada illa sihru yu'thar degan sehr nada? Mao Sayyid Qutb rahimahullohninki mush nuqta qo'ygan savoli nayt güzel savol. Mush savolga javob bermagan vaqtimizda andan keyin hiliqi Qur'oni Karim no'chan olsang o'qishni keltirib boq. Bir sura keltirib boq, bir gap bo'lsin keltirib boq degan mo'jizalik boshqa nuqta emas. Qur'oni Karimninki uslub, nazma, balog'da degan deb shu vaqtda qanday qila olamiz? Shuni ola olamiz. Andan keyin ustoz Sayyid Qutb Sur Alaqni tahlil qilib, Sur Muzammilni tahlil qilishga boshladi. Ya'ni o'zi tilga olgan nuqtani ta'kidlashni. O'zim nima desanglar, min anna mawdu al-jamal fanni. San'at güzellik nuqtasi Araplarning shu vaqtda sehr qilgan nuqta shu degani ta'kidlashni. Va huwa bittali o shunu bilan birga dal mo'jizlikning o'rni. Malika Sayyid Qutb san'at güzelligi degan ifodani qo'llangan, mana xato tushunmanglar. Cemalul Fenni del abdurutruqiyotgan şu uslubul Kur'an, nezmul Kur'an, bayanul Kur'an degan şu ikkisi bir gap. Cemalul Fenni de. Ma o yangroq bir atalg'amni Sayyid Qutb qo'llangan atalg'u. Andan keyin Sayyid Qutb umumiy nuqtadan qarashga yuzlangan amida ila nazar degan gap umumiy nuqtadan qarashga keldi. İhcham, yani icmali ihcham shakldan qarashga keldi. Nega? Şu Sur Taha tushjatda Sur Taha'nın oldi kelgan oyat surlar haqida. Buni qilishimiz sababi zalika bunda bo'lishi chunki ma surininki oyatlari Umar ibn Xattobning iymon etishiga sabab bo'lgan oyatlarki Qur'oni Karimga bilan ta'sir ko'chirgan, Qur'oni Karimning go'zalligining ta'sir ko'chirgan. Ikki adam bor bu yerda. Birisi Velid Mughira, birisi Umar radhiyallohu anhu. Ikkisining ta'siri o'xshash, ammo birisi musulmon bo'lgan, birisi musulmon bo'lmagan. Velid ibn Mughira tilga ilingan sure 3. sure Qur'oni Karimdagi shu jihatda. Shu vaqt bilan vaqtni hisoblab olsak bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu o'qigan haliqa oyat sur Tahadagi oyat. Bu haqda tadqiqot olib bo'lganda sur Taha qachon tushgan? Bu nuqtalarni izlanmoqchi. Umar radhiyallohu anhu o'qigan haliqa oyatlarda biz degandek g'aybiy mo'jizalar bormi? Tashri'iy mo'jizalar bormi? Masalan, mush nuqtalarga qarayotdi. Yo'q. Ondan Umar radhiyallohu anhu o kadar ta'sirlanib muhim bo'lgandek nimba. Mushunga o'zidan deydi. Sayyid Qutb rahimahulloh. Deydi o Sayyid Qutb rahimahulloh, qaranglar. Güzel gaplar. Va innana lananzur biz qarayotimiz. Fala najid fiha. Bu surada umumiy yuzlik holatda heliqi ba'zi tadqiqotchilar Qur'onning eng cho'ng alohidligi deb qarayotgan heliqi g'arazlarni az uchurtimiz hamda. Heliqi biz bayatlagan ilmiy, kavniylar, ilmiya, kavniyalar, g'aybiya, mustaqbaliyalar masalan va tashri'iyya, muhkamalar masalan bular az. Lekin biz bu surada o'rtaga qo'yishdagi go'zallik,
ibodatning uslub demakchi. İfadelashdagi kuch, iboratdagi ta'sir qilish, iqo degan ta'sir qilish degan gap, ha. İshoratdagi bir yushun uqum. Mushularning hammasini ala nahvin farid. Mislisiz bir shaklda ko'ryapmiz deydi. Ya'ni bu gaplarni oddiylashtirirsam, ajoyib bir uslub ko'ryapmiz. Ajoyib bir nazm ko'ryapmiz, ajoyib bir bayon ko'ryapmiz. Demakchi Sayyid Qutbning ko'z qarashi. ونجد القضية الاعتقادية التي تتولى عرضها معروف. Yani mushu sura onu o'rtaga qo'yishga egon tatavalla ardaha degan gap shuni o'rtaga qo'ymoqchi bo'lgan e'tiqodiy masalaga kelsak, buning koinot ko'rinishlaridan, nafs tuyg'ularidan, insonning butun his tuyg'usini bir yerga to'playdigan, xiyolni o'rnidan qo'zg'aydigan bir itorda, bir ramkada o'rtaga qo'yilganligini ko'ryapmiz. Ya'ni Qur'oni Karim ajoyib go'zal ifodalaydi demakchi bu yerda. وهكذا أثبتت Ustaz Sayyid nayt keskin delillen, muzlim degan gap adamni qoyil qiladigan delillen shuni isbotladiki, tahaddi hamro bo'lgan Qur'onning mo'jizligi. Tahaddi hamro bo'lgan Qur'onning mo'jizligi. Va kana ma'ahu hada al-i'jab was-sihr. Va uni bilan mushu hayron qoldirish, mushu ta'sir qilish bo'lgan Qur'onning mo'jizligi. Abdur o'zining eng oxirgi xulosasini sharhdan chiqaryapti. İnnema kana. Bu mo'jizlik faqat Qur'oni Karimning labzi bilan bo'lgan. Qur'oni Karimningki tartib, nasx degan gap, tartib, usul shakllari bilan, uslublar bilan bo'lgan. Qur'oni Karimning balog'atlari bilan bo'lgan va nazm sarqiliq bo'lgan, undan boshqa bir narsa emas. Ya'ni takror deb qo'ysa vaqtashlar. Tamam. Qur'oni Karimning o g'aybiy xabarlari, o tashri'iy ahkomlari masalan, o başka tarafları emas, tamam Qur'oni Karimning rasulligining dalillari, tamam mo'jiza bu dalil, ammo Qur'oni Karim qani keltirib baqa degan nuqta u emas demakchi. Chunki keltirib baqa degan vaqt o gaplar yo'qdi demakchi. Sayyid Qutbning yuqoridagi gaplaridan elib shuni isbotlayotdi Abdur rahimahulloh. ومن المعلوم أن العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما تحداهم. Ma'lum ki Arablar ularni chaqagan ishlardan bir narsani keltirmadi. Keltirib baqa debdi, keltirmadi. Ma'ama na'lamu. Biz halbuki ma'aman degani halbuki biz bilimiz ularningki Rasulullah'ningki yoki Qur'onning hujjatini kesishga bo'lgan intilishini biz bilamiz. Ularningki bu da'voda nayti qattiqligini min ladadihim degan gap, unda qattiq adovat ekanligini biz bilamiz. Va yana bilimizki ma'ama degan gap halbuki shu yuqoridagi halbukiga o'xshash. Halbuki yani biz ularning fasohatini bilamiz. Balog'atga bo'lgan qudratini bilamiz. Falamma ajazu, ular ojiz keladi Qur'onga qarashtirishdan. Qur'onga o'xshaydigan bir sura keltirishdan ala kasratil xutaba fihim, ular orasidagi notiqlarning ko'p bo'lishi bilan birga, balog'atchilarning ko'p bo'lishi bilan birga turib, bunda ojiz kelganlik, ojiz kelibdi. Gapning xulosasi chiqdi va Qur'on bularga ojizlikni oshkorlashlarni da qildi. Nima bilan? İbayatdan keltirgan oyatlarning oldidagi oyatlarga deydi qul la inijtama'atul insu vel jinnu ala an ya'tu bimisli hazal Qur'on. Denki agar inson jin mushu Qur'onning o'qishini keltirishga bir yerga to'plansimi, la ya'tuna bimislihi, keltirmaydi Qur'onning o'qishini, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ularning ba'zi o'zaro yordam berganda Qur'on e'lon qilyapti buni. Qur'on da'vatda buni. Qur'on uch oshkora oldin a'lo qana qilyapti bu gapni. Qilolmaydi dedi. İtenmeydi, keltirenmeydi dedi. Belki dahi ulardan hiç kimden aşağıdan birer nersini köngüne sözlegenlikimi nakıl kılmadı. Bu magab bek muhim. Qur'oni Karimning o'qishini keltirenmedi. Birase men qilib baqaymu ya deb ko'ngliga keltirib baqmadi deydi. Ko'ngliga keltirib baqanligini deb baqmadi hech kim deydi. Chunki ular kanu min al-ma'rifa ala janib. Ular şu derecede biladi ki bunu. Ma ibaret biraz g'alita. Çünkü ular ma'rifatdan bir tarafdiki degan gap ma ibaratda. Lekin buni tarjima qilib, adabiy tarjima qilib, chunki ular şu derecede biladi ki
Şu derecede bu doğrusunda bir tunuşqa egi ki, bu tunuş, bu taraf bularni bu ahmoqona urinishdan to'sadi. Unuma qilg'isi yo'q buni, qilmaydi buni. Chunki qilmaydiganligini o'zi biladi. Va kezalika kanu ular ham yuqoridagidek balog'atga o qadar bir umana eminki, bular buningda xatolasholmaydi. Boshqacha yo'l tutolmaydi. Chunki biladi bular, balog'atni biladi, Qur'oni Karimninki qo'llangan uslub balog'atlarini biladi. Bu nuqtadan qanday qildi oxirida desa, fa'adalu. Bular nega chiqdi? Qarashtirish va zanglik qilishga o'tdi. Adala degan gap o'tdi chiqdi degan gap ya. Gapga gap berilmay, zanglik qilib, ya sadada bunda qarashtirishga nuqtaga o'tdi. Eng oxirida deyki, in hada illa asatirul awwalin. Mush nuqtaga o'tdi. Ha, bu degan ilgari qilgan afsonasi ekan bu. Qaranglar, taqobul turamay. Yoki deyki, in hada illa sihru yusir. Deyiladigan gapi bu bo'ldi. Qur'oni Karim ta'sir qildigan bir sehr ekan bu. Sehr ekan deb tushlamdi. Summa ba'da zalik shundan keyin bular qilishning bu yo'llariga hukm qilishga rozi bo'ldi. Qilich yeyishga rozi bo'ldi. Ulishga rozi bo'ldiki, a nuqtaga o'zini o'tilmadi. Qur'oni Karimning a qani nochon olsan keldi degan yerga o'zini o'rtaga qo'ymadi. Ballarınınki əsr elnişi, səbiyə zararihim degan. Və ayollarınınki əsr elnişiga razı oldu. Mallarınınki mubah qılınışıga razı oldu. Əgər ola Qur'oni Karimning o'qishini keltirish o'zlarining qudratida ekanligini bilsaydi, bulishnoga boratdi. Labadaru ilayhi boratdi. Chunki ma'u bularga nisbatan biroz nimitdi, osonti. Ammo bular qilmagan bo'lg'achqa amal yo'q, qanday qildi? U nuqtadan chekinib ya zanglik qildi, ya gapni boshqa yoqqa burdi. Oxirida qurol orqali urushdiki, ayaga kagili unumidi deydi. Buguncha menimcha bu yerda to'xtab turilsa savoqdoshlar. Menda sarofa deb bir fikr bor. Mush Qur'oni Karimning mo'jizaligi haqidagi bular mo'jizalar tarafidan o'tirib qo'yilgan fikr bu. Yine biraz mazmuni 5-6 bettek bor ekan. Menimcha bu yerda to'xtab turildi buguncha. Keyingi davomini inshaalloh keyingi soatlik darsda o'qamiz. Suolinglar bo'lib qolsa, so'zinglar bo'ladi, bo'lmasa bugungi dersimiz bu yerda to'xtasin. Allah hammalardan razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.